Amir avtosavdo keçib bozorda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Captiva mashinasi ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 2008-yil 266 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Biri 3 qilingan ekan ukalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. To'rtta yaxshi balolar qo'yilgan, balolar ham yaxshi holatda. Salonlarni ko'rishingiz mumkin ukalar. Salonlar ham yaxshi holat turibdi. 266 ming prebeg, mashinaga chexol, ko'ri polli solingan ukalar. Konditsionerlar bor, ABS konditsioner. Xo'p, stoplarni ham originaldan qo'yishgan ekan ukalar. Temir gaz balolar ustanovka qilingan. Mashina holati zo'r. Ko'zlarda ham qirilgan, chizgan joylarni ko'rmaydi. Mashina xullas olib mazza qilib minasizlar. Kraska holati bir 30% kraskasi bor ekan. O'zing uchun tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Loklari ham ishlab turibdi ukalar. Bu mashinamizni akamiz bilan tortishib bo'ladigan narxi deyaptilar. $7,400 tushirib qo'ydi. $7,400 2008-yil 266 ming kilometr masofani bosib o'tgan minishga tayyor Captiva 1 3 qilib bo'lgan variant. Telefon qilib barak qilishingiz mumkin ukalar.